Hozirgi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasi asosiy darvozaboni hamda Navbahor klubi sardori O'tkir Yusupovning Osiyo Chempionlar Ligasi doirasidagi sevlarini havola etamiz. Joyingizga yaxshilab o'tirib oling. Biz boshladik. Osiyo Chempionlar Ligasi o'tish o'yini Al-Vakra Navbahor jamoasi o'rtasidagi bahsda O'tkir o'zining allambalo sevlari orqali bir necha marotaba darvozasini muqarrar goldan saqlab qoldi. O'tkir Kurtuani yoqib olgan oqshom Al-Vakra vakillari harchan urinishmasin, natijalari foyda bermadi. O'sha oqshom O'tkirning ketma-ket sevlari va Abdumannopovning goli evaziga Navbahor play-offni naqd qildi. هذا الارتقاء من خالد منير، مرور يعطي الكرة في مكان الله على كرة أبعدها وتألق فيها يوسيبو حمدي فتحي كاد أن يفتتح. Osiyo Chempionlar Ligasining ilk turi Neymar va boshqa yulduzlar bilan maqtanayotgan Al-Hilol klubi Navbahorni o'z uyida mehmon qildi. Futbol jamoatchiligi Navbahorning imkoniyatlarini past baholab, o'sha kungi uchrashuvda Navbahorni yirik hisobda mag'lub bo'lishini taxmin qilishgani bor gap. Lek O'tkir futbol jamoatchiligini uyaltirib qo'yadigan darajadagi bir nechta sevlar qilgach, ayrim yevropalik futbol mutaxassislari o'zlarini futboldan boshqa sohada sinab ko'rishga harakat qilishsa ajab emas. O'tkirning ikkinchi bo'lim so'ngidagi sevini esa darvozabonlar kitobida yaqin kelajakda o'qib qolsak netong. Bu sevni o'zimizning o'zbek tilidagi sharh ovozida eshiting. Shu orqali yana o'z mavqeini tiklab olishi mumkin. O'tkir Yusupov! Super save! Ikkinchi turga kelib, Navbahor jamoasi Hindistonning Mumbai City jamoasini qabul qildi. O'yin mezbonlar kutganidek yaxshi boshlanmadi. O'yinning 42-daqiqasida Navbahor darvozasi tomon belgilangan penaltidan raqib futbolchisi foyda chiqara olmadi. Aniqrog'i Yusupov o'zining sevi bilan o'yinni qutqarib qoldi. Davomini esa hamma biladi. Liverpool rejimini yoqib olgan Navbahor jamoasi ikkinchi bo'limning o'zida Mumbai City jamoasi darvozasiga 3 bor yo'l topdi. Bugun sizlar bilan o'zimizning qorako'z O'tkir Yusupovning aytarli 3 ta turdagi qatorlashib ketgan sevlarini sarhisob qildik. Bu kechda Yusupov haqida hali mavzuyimiz davom etsa ham ajab emas.